man dokument yuzasidan uyga ketish kerak bo'lib qoldi. Xullas bir kasal bolaga qarayman. Og'irligi shu 15-20 kilo chiqadigan. Gapni qisqasi, bolachani shu 2 mahal tashqariga olib chiqib aylantiradi. Mana shu yerlarga 15-20 minut, yarim soat aylantiriladi. Keyin qilinayotgan yana bitta ish, bolachani mana ovqatga o'tkaziladi, yotqizib qo'yiladi. 2 mahal, shu 3 mahal ovqatlanadi. Ana shu 3 mahal yotqizib qo'yiladi, olib qo'yiladi. Kresloga qo'yiladi. Отдельный niyanka bor. Bolachaga отдельный niyanka bor, qaraydigan, yuvadigan, ovqatlantiradigan. Qolgan ishni hammasini qiladi. Asosiy ish bolachani yotqizib qo'yish, ovqatga o'tkazdirib qo'yish, keyin kuniga 2 mahal mana shu yerga 20 minut, 25 minut aylantirgan olib chiqiladi kolyaskaga. Pitание normalniy, keragicha olib kelib beradi. Nima yeysan, nima qo'yasan, xozayka olib kelib beradi. Xullas sharoit yaxshi. Mana shu joy, mana bu yerga banya, kir yuvish mashina, hamma sharoit bor bu yerga. Xullas xohlovchilar ishga taklif qilaman. Xohlovchilar bo'lsa kelsin, ishlasin. Asosiy dokument so'ramaydi. Tinchgina joy, posyolka joy. Sog' bo'linglar, og'aynilar.